Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men pedagogika Umid davlat pedagogika instituti pedagogika kafedrasi o'qituvchisi Mo'tadeva Mahliyo bo'ldim. Bugungi mavzuyimiz pedagogik texnika haqida tushuncha, pedagogik texnikani shakllantirish metodikasi hamda nutq texnikasi va madaniyati. Bu mavzu bo'yicha quyidagi rejalar asosida suhbatlashamiz. Birinchisi pedagogik texnika haqida tushuncha, ikkinchisi pedagogik texnikani namoyon etishda o'qituvchining tashqi ko'rinishi, uchinchisi nutq haqida tushuncha, notiqlik san'ati, to'rtinchisi nutqning asosiy xususiyatlari, nutq madaniyati va uning asosiy elementlari hamda beshinchisi nutq texnikasi, ya'ni nafas olish, tovush, ritmika, diapazon va diksiya. Mavzuyimiz birinchi boshida pedagogik texnika haqida bilib olsak, pedagogik texnika nima? Pedagogik texnika bu o'qituvchining nafaqat ta'lim-tarbiya jarayonida, balki uning butun bir kasbiy faoliyati davomida zarur bo'lgan umumiy pedagogik bilimlar va malakalar majmui tushuniladi. Bugungi kunda pedagogik texnika tushunchasi ikkita katta guruhga bo'lib o'rganiladi, ya'ni birinchi guruh komponentlari va ikkinchi guruh komponentlari. Birinchi guruh komponentlarida shaxsiy axloqiy xususiyatlar, ya'ni fazilatlari va xulq-atvor, o'z-o'zini boshqarish malakalari namoyon bo'lsa, ikkinchi guruh komponentlar esa o'qituvchining shaxs va jamoaga ta'sir ko'rsatish malakalari bilan bog'liq. Birinchi guruh komponentlariga biz o'z xatti-harakatlarini boshqarish, ya'ni o'sha mimika va pantomimika yoki o'z hissiyotlarini jilolay olish, mukammal ijtimoiy perspektiv qobiliyati mavjudligi yoki nutq texnikasini bilish va o'z o'rnida qo'llay olishni kiritsak, ikkinchi guruh komponentlariga esa didaktik, tashkilotchilik, kommunikativ qobiliyatlar yokida bo'lmasa ma'lum bir reja asosida o'z oldiga qo'yilgan talablarning bajarilishini nazorat qilish, tizimli faoliyatlarni kirita olishimiz mumkin. Bir qancha pedagog olimlarimiz tomonidan mehnat professiyagrammasi ishlab chiqilgan, ya'ni bunda o'qituvchi murabbiy professiyagrammasida quyidagi xuslatlar, ya'ni texnikani malakalari bo'lishini ta'kidlaydi. Ya'ni birinchi o'rinda bu shaxsiy xususiyatlar, bunga biz bolani sevish, kamtarlik, dilkashlik, mehnatsevarlik kabi xuslatlarni kiritadigan bo'lsak, kasbga xos bilimlarda esa fan mohiyatini bilish, pedagogik psixologik bilimlarning mavjudligi, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish usullarini bilish, jamoatchilik ishini samarali boshqarish yokida shaxsiy pedagogik uddaburonlik, tashkilotchilik malakalari, kommunikativ malakalar, gimnastik malakalar hamda ijodiy xislatni kiritishimiz mumkin. Pedagogik texnikani egallashda asosiy yo'llari mavjud bo'lib, biz bularga o'qituvchini o'sha malaka oshirish kurslarida ishtirok etib borishi, ustoz murabbiy rahbarligida turlicha mashg'ulotlarni birgalikda olib borish yokida bo'lmasa mustaqil ishlash, ya'ni kasbiy jihatdan o'z-o'zini tarbiyalashni kiritishimiz mumkin ekan. Pedagogik texnikani namoyon etishda ikkinchi rejamizga muvofiq, ya'ni pedagogik ta'sir ko'rsatishni muhim bir vosita sifatida ko'rsatish mumkin. Ya'ni uning tashqi ko'rinishi, ya'ni u nafaqat estetik vazifani bajaradi, balki o'qituvchining o'ziga ishiga bo'lgan munosabatini va professionalligini aks ettiradi. O'qituvchining tashqi ko'rinishida pedagogik texnika tizimidagi mimik va pantomimik holatlar juda ham muhim ahamiyatga ega. Pantomimika va mimika nima? Pantomimika bu gavda, qo'l va oyoq harakatlari bo'lib, asosiy fikrni ajratib ko'rsatishga imkon bersa, mimika bu yuz muskullari orqali o'z sezgi, fikr, kayfiyatini ifodalash usuli hisoblanadi. Pantomimikada biz bilamiz, gavdani rost turish, qo'l-oyoq harakatlarining bir-biriga mosligi, o'z kuchiga bo'lgan ishonchni bildiradi. Ya'ni bu holatda o'qituvchi o'z oldida o'zini tuta olishda albatta o'quvchilarni ham tarbiyalash lozim. Shu bilan birgalikda unda, ya'ni oyoqlar 12-15 sm kenglikda turishi, bir oyoq sal oldinga surilgan holatda turishi, o'qituvchining yurishi, qo'l va oyoqlar orqali imoralar, ishoralarda ortiqcha harakatlardan xoli bo'lishi kerak. Biz Anton Semyonovich Makarenkoning bir fikrini mana shu yerda misol qilib keltirsak bo'ladi. Makarenkoning fikricha shunday deyilgan: tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, jahldor bo'lishi lozim. O'zini u shunday tutishi kerakki, uni har bir harakati, yurish-turishi, kiyinishi bolalarni tarbiyalasin. Keyingi rejaga o'tamiz. Nutq haqida tushuncha. Nutq nima? Nutq biz bilamizki, tildagi mavjud ifoda vositalaridan foydalangan holda reallikka aylangan fikr bo'lib, ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ya'ni ichki nutq va tashqi nutq. Ichki nutq nima? Ichki nutq inson ongida hosil bo'ladigan, hali amalga oshmagan til elementlaridan tashkil bo'lgan kishining fikrlashi, mulohaza yuritishi, o'ylashi ichki nutq bo'lsa, inson mulohaza fikrini til orqali, ya'ni til vositasida nutq organlariga ta'siri, harakati bilan real tovushlar sifatida yuzaga keladigan nutq bu
tashqi nutq deb ataladi. Endi nutq pedagogik psixologik adabiyotlar tahlilida nutqni quyidagi o'ziga xos jihatlari ko'rsatib o'tilgan. Birinchi o'rinda funksiyalari. Nutqning qanaqa funksiyalari bor? Birinchi o'rinda muloqot, shaxsga ta'sir ko'rsatish, ta'lim va tarbiya vositasi. Shakllar: tashqi nutq, monolog, ya'ni dialog, polilog, yozmada esa doklad, referat, annotatsiya va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Nutq texnikasi, ya'ni ovozni bu yerda pedagog ovozining kasbiy sifati, tempo, intonatsiya, diksiya, tempo, ritm, ya'ni 1 minutda 120 ta so'z ayta olish kerak. Nutqiy faoliyat turlarida o'qish, yozish, gapirish. Nutq uslublariga biz bilamiz ilmiy, rasmiy, so'zlashuv, badiiy, ommabop. Nutqiy qo'yiladigan talablar bunda albatta talaffuzning aniqligi, ifodalilik, emotsionallik, diksiyaning tushunarliligi, tovushlarning aniq talaffuz qilinishi, obrazlilik, nutq madaniyati, so'zdan to'g'ri foydalana olishi. Nutqni egallashdagi yo'l qo'yiladigan kamchiliklarda esa monotonlik, temporitmlik oshib ketishi, noto'g'ri diksiya, so'zlarning noo'rin qo'llashi hamda til qoidalarini buzishlarni kirish mumkin. Notiqlik san'ati, notiqlik san'ati nima? Ya'ni ritorika biz bilamizki, auditoriya oldida mantiqiy, mazmunli va ta'sirchan nutq so'zlash mahorati hisoblanadi. Unda faqat chiroyli gapirishni, balki tinglovchining ongiga va hissiyotiga ta'sir ko'rsatishni, ularni ishontirishni ko'zda tutadi. Notiqlik bilamiz miloddan avvalgi 5-asrda qadimgi Yunonistonda shakllangan va bu san'at rivojiga Suqrot, Platon, Aristotel, Demosfen, Sitseron kabi buyuk mutafakkirlar o'zini katta hissasini qo'shgan. O'rta Osiyoda notiqlik san'ati ustalariga nadimlar, qissago'ylar, masalgo'ylar, badiihago'ylar, qiroatxordorlar, voizlar, qasidaxonlar deb ham yuritishgan. Ya'ni voizlik Qur'onda targ'ib qilish bilan mushtarak holda o'zini ahamiyatli ma'nosini anglatgan. Bundan tashqari nutqni asosiy xususiyatlariga o'tadigan bo'lsak, nutqni o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarni o'rganish uchun nutq texnikasiga oid bo'lgan talablarni bilish lozim. Nutqning asosiy xususiyatlari: birinchisi bu nutqning to'g'ri va ravonligi, keyingisi nutqning aniqligi va ta'sirchanligi, nutqning mantiqiyligi, nutqning tozaligi va ifodaliligi. Nutqning 3 ta asosiy ustun elementi bo'lib, ular birgalikda nutqning sifatini belgilaydi. Birinchi bu to'g'rilik, ya'ni bu nutqni poydevori hisoblanadi, ya'ni adabiy til qoidalariga yoki so'zlarni to'g'ri yozishga, xatolarsiz gapirishga asoslanadi. Ikkinchisi kommunikativlik, ya'ni muvofiqlik, bunda fikrni tinglovchiga qanchalik aniq yetib borishi, bunda nutq vaziyatga mos bo'lishi kerakligi, masalan, do'stlar davrasida erkinlik rasmiy uchrashuvga to'g'ri kelmaydi. Etika, ya'ni odobni, bunda shu salomlashish, suhbatdoshni bo'lmaslik, turli xil haqoratli so'zlardan foydalanmasliklarni misol qilishimiz mumkin ekan. Nutq texnikasi. Nutq texnikasi malakalari va ko'nikmalarni muvaffaqiyatli egallash uchun sharoit yaratuvchi notiqni umumiy ruhiy, jismoniy hissiyotlarni takomillashtirish, tasavvurni, obraz va fantaziyani rivojlantirish ko'zda tutiladi. Bunday faoliyatda tovush, diapazon, tembr, diksiya, artikulatsiya, ritmika, to'g'ri nafas olish ham muhim rol o'ynaydi. Diapazon nima? Diapazon biz bilamizki, tovush hajmi bo'lib, uning chegarasi eng yuqori va quyi ohangi bilan belgilanadi. Diapazon qisqarish nutqni bir ohangda bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Diksiya esa bu aniq talaffuz qilish bo'lib, talaffuzning aniqligi o'qituvchi nutqining o'quvchilar tomonidan to'g'ri tushunilishini ta'minlab beradi. Tembr nima? Tembr bu tovush rangdorligi, yorqinligi, uning yoqimliligi va alohidaligidan bo'ladi. Ritm esa ayrim so'z va bo'g'inlarning aytilishida muddati va ma'lum bir miqdorda to'xtash, ya'ni nutqni ifodaligini navbat bilan o'z o'rnida ishlatishni bildiradi. Biz ko'pgina holatlarda yangi ishga kelgan pedagoglik faoliyatini endi boshlamoqchi bo'lgan pedagoglarga tavsiyamiz, ya'ni nutq jarayonini yaxshilash uchun ko'proq mashq qilib borsa, kasbiy faoliyati davomida unga bu holatlar juda ham samara berishi mumkin.